Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Salomatmisizlar? Ramazonda ro'zalar bilan charchab qolmayapsizlarmi? Alloh hammamizdan tutayotgan ro'zalarimizdan o'zi qabul qilsin inshaalloh. Karim. Bugun Qurmozorda to'y bor ekan. Bugun ro'zada ham to'y qilsa bo'ladi. Shu iftorlikda og'iz ochgandan keyin mehmondorchilik to'y qilsa bo'lar ekan. İnşallah bugün Saudiyada yashaydigan o'zbeklar to'y qilishyapti. Hali mehmonlar keladi. Hozir oshqovomizni Xudo xolasa hammasini video obzor qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. To'y egalari to'y so'ydirib olib kelishdi. İnşallah to'yga shuni ish qilamiz. Dumbasdan pizza qilamiz oldin. Bunday qo'yiladi. Bitta qo'y dumbasi. 4 iloji chiqadi. Yo'g'on qizib qoladi. O'zbekcha osh qilamiz, toshkentcha osh qilamiz. Inshaalloh. Ro'za mana nafsni tiyish, sabr qilish. Ramazon bo'lmaganda mana jizzalarga tuzli sepib, ozgina piyozli qo'shib chaynab turgan bo'lardik. Endi nima qilish iloji yo'q. Ramazonni sabr qilamiz inshaalloh. Oyoq qizisi piyoz solamiz, go'sht solamiz. Osh boshlanadi inshaalloh. Ventilatorlarni yoqish kerakmi deyman, qisib ketyapti oshxonamiz. Konditsioner kuchaytmayapti. Ikkita ventilator bor. Sabzini solamiz, go'shtni ozgina qovuramiz. Bitta butun qo'y sog'orib 23 kilomi, 22 kilo. Jizzasi ham shuni ichida. Baxtli bo'lsin kelin kuyovlar. Ramazondagi to'yi ham boshqacha bo'lsa kerak. Alloh xayrli, barakatli qilsin. Osh ham qaynab chiqdi. Sovuqcha qaynasa keyin davlamiz. Burib solamiz inshaalloh. Qizil sabzi ham yaxshi, endi sariq sabzi yo'q deyapti. Qizilini ham olamiz inshaalloh. O'rganib oldik qizil sabzini osh qilishni. Bu Qurmozor namozxonasi, kichkina masjid. 30 tacha odam sig'adi. 35 ta.
Shu joyda bitta narsa ko'rib qoldim. Subhanalloh. Inson ko'p narsalardan ko'rib ibrat olsa bo'ladi. Hech qachon taslim bo'lish kerak emas. İnson faqat Robbisiga, Allohga taslim bo'lish kerak. Qolgan qiyinchiliklar, hamma muammolar, hammasi o'tkinchi. Subhanalloh, masjidning ichida tashlash. O'sib chiqibdimi, nima ekan? Daraxt. Gulli kichkina ko'chatimikan, daraxtmikan? İnson hech qachon taslim bo'lish kerak emas. Harakatini sababini qilish kerak. Xayrli natija Allohning o'zidan. Allohga tavakkallab yashash kerak. Harakat qilish kerak. İftorga ham yarim soatcha vaqt qoldi. Mehmonlar ham kelib qolishadi. Alloh ko'rishib vaqtini bersin. Qo'sha qaritsin. Az dakika. Bular iftorga mana tavuq ovqat qilishyapti. Hujjat va tomato, صح? Bizdan osham pishib qoldi. Boshqa baxtli bo'lsa. Mehmonlar kelishyapti. Kuyov baxtli bo'lsin. Ramazonda ham to'yingizga yarasha fayz bo'ladi inshaalloh. Duolar qabul bo'ladi oyda. Boshqacha bo'ladi. Alloh baxtini bersin inshaalloh. Oshimiz ham tayyor bo'ldi. Bitta qo'y. Bismillah, suzamiz. Buni mandiga o'xshab o'rab berarkansizlar-da. Qo'yini hashi bashami? Gap yo'q, mana shunday yer bo'lsa, Hashi maydalaganda mana bunday turgani ko'rdi. o'zbekcha bo'lib turibdi-da, butun bo'ladi. Oshadi. Inshaalloh.